boylik tashqarida yo'q. Shunday deyishsa mana ustozlarim, hayron qolardim. Nega? Tashqarida man yugurmasam, yelmasam, qanaqasiga menga boylik keladi? Qanaqasiga pul keladi? Tashqarida yo'q deganda buni anglamasdim. Hozir juda ko'p bilimlar olganimdan keyin shuni anglab qoldimki, haqiqatdan tashqaridagi bor narsalarni biz ichki his-tuyg'ularimiz bilan hozirgi sizga nima uchun kambag'allik berildi? Nima uchun sizga hozir yoningizda yo'q narsalar berildi? Yo'q sizda. Buni siz ichki his-tuyg'ularingiz orqali yaratishingiz uchun sizda hozir boylik yo'q bo'lishi mumkin.